Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi davrda texnikumda, institutda, universitetda, bilim yurtida yoki boshqa o'quv muassasasida kunduzgi ta'lim olgan pensionerlarni haqiqatan ham kutilmagan syurpriz kutayotgan bo'lishi mumkin. Gap shunchaki xotiralar haqida emas. Gap pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan staj, hujjat va qayta hisob-kitob haqida ketmoqda. Agar siz yoki ota-onangiz, buvingiz, bobongiz Sovet davrida o'qigan bo'lsa, bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki ba'zi odamlar yillar davomida o'ziga tegishli bo'lgan pensiya qo'shimchasini olmay kelgan bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin. Men bugun sizga eng oddiy tilda tushuntiraman. SSSR davrida o'qigan yillar pensiya stajiga kiradimi? Qachon kiradi, qachon kirmaydi? Kimlar bundan foyda ko'rishi mumkin? Kimlar esa behuda ovora bo'lmasligi kerak? Eng muhim masala shuki, ko'pchilik pensionerlar pensiyaga chiqqan paytda faqat mehnat daftarchasidagi ish yillari asosida hisob-kitob qilingan deb o'ylaydi. Ba'zida haqiqatan ham shunday bo'lgan. Lekin ayrim holatlarda kunduzgi ta'lim yillari ham umumiy stajga kiritilishi mumkin. Ayniqsa Sovet davrida diplom olgan, texnikumda o'qigan, oliy o'quv yurtini tugatgan yoki ishlab chiqarish bilan bog'liq maxsus bilim yurtida ta'lim olgan fuqarolar o'z hujjatlarini qayta tekshirtirsa, pensiya ishida yetishmayotgan davrlar aniqlanishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin ko'plab odamlar pensiyaga chiqayotganda hujjatlar qo'lda topshirilgan, mehnat daftarchasi, diplom, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar alohida yig'ilgan. Ko'p hollarda xodimning o'zi ham, pensiya hisoblovchi mutaxassis ham diplom bor, lekin bu stajga ta'sir qilmaydi deb o'ylab, uni chuqur tekshirmagan. Yana bir muammo, Sovet davridagi ko'plab korxonalar yopilib ketgan, arxivlar boshqa joyga ko'chgan. Hujjatlarda familiya har xil yozilgan, ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan, diplomda bir familiya, pasportda boshqa familiya bo'lgan. Natijada pensionerga tegishli bo'lgan ayrim davrlar pensiya ishida aks etmay qolgan. Hozir nima o'zgardi? Hozir arxiv hujjatlarini qayta izlash, pensiya ishini qayta ko'rib chiqish, yetishmayotgan stajni hujjatlar bilan tasdiqlash imkoniyati ancha ko'paydi. Elektron bazalar kengaymoqda, ayrim ma'lumotlar raqamlashtirilmoqda. Fuqarolar davlat xizmatlari markazi pensiya jamg'armasi bo'limi arxiv tashkilotlari orqali so'rov yuborishi mumkin. Eng muhimi, pensioner o'z pensiyasi bir marta tayinlangan bo'lsa, endi hech qachon o'zgarmaydi deb o'ylamasligi kerak. Agar yangi hujjat topilsa, ilgari hisobga olinmagan staj aniqlansa, ayrim holatlarda pensiyani qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Men birinchi navbatda kimlar xavotir olishi, aniqrog'i, kimlar hujjatlarni tekshirtirishi kerakligini aytaman. Agar siz 1960, 1960, 1970 yillarda yoki 1970 yillarda kunduzgi bo'limda o'qigan bo'lsangiz, diplomingiz yoki arxiv ma'lumotnomangiz saqlangan bo'lsa, albatta pensiya hujjatlaringizda o'sha davr aks etgan etmaganini tekshiring. Bu ayniqsa oliy o'quv yurtlari, pedagogika institutlari, tibbiyot institutlari, politexnika institutlari, qishloq xo'jaligi institutlari, texnikumlar, o'rta maxsus bilim yurtlari, kasb-hunar yo'nalishidagi Sovet davri o'quv muassasalariga tegishli. Lekin bu yerda juda muhim noziklik bor. Har qanday o'qish avtomatik ravishda pensiyani oshiradi degan gap noto'g'ri. Pensiyaga ta'sir qilishi uchun o'qish davri qonunchilik bo'yicha stajga olinadigan turga mos kelishi, hujjat bilan tasdiqlanishi va pensionerning umumiy staji hisobida ahamiyatli bo'lishi kerak. Masalan, bir odamda allaqachon talab qilingan staj yetarli bo'lsa, qo'shimcha 3 yoki 5 yil staj pensiya miqdoriga katta ta'sir qilmasligi mumkin. Boshqa odamda esa aynan shu 30 yil yetishmagan bo'lishi mumkin va natijada pensiya hisobida sezilarli farq yuzaga keladi. Oddiy misol keltiraman. Aytaylik, O'zbekiston opa 1928 yilda tug'ilgan. 1975 yilda maktabni bitirib, 1975-1979 yillarda pedagogika bilim yurtida kunduzgi o'qigan. Keyin 1979 yilda maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Pensiyaga chiqqanda mehnat daftarchasidagi ish 1979 yildan boshlangan deb hisoblangan. Lekin o'qish davri umuman ko'rilmagan. Agar qonunchilik va hujjatlar asosida bu o'qish davri stajga kiritilishi mumkin bo'lsa, O'zbekiston opaning umumiy staji 4 yilga oshadi. Bu 4 yil ayrim hollarda pensiya miqdorida farq berishi mumkin.
Ayniqsa, u avval minimalga yaqin pensiya olayotgan bo'lsa, yoki staj koeffitsiyenti past chiqqan bo'lsa, qayta hisoblashdan keyin oylik to'lov ko'tarilishi ehtimoli bor. Ikkinchi misol. Rahmat aka 1962 yilda tug'ilgan. 1986 yilda texnikumga kirgan. 1986 yilda tugatgan, keyin zavodga ishga kirgan. Zavod keyinchalik yopilgan. Mehnat daftarchasida ayrim yozuvlar xira, muhrlar o'qilmaydi. Pensiyaga chiqishda mutaxassislar faqat aniq ko'rinib turgan 25 yil ish stajini olgan, qolgan davrlar bo'yicha tasdiqlovchi hujjat yetarli emas deyilgan. Rahmat aka texnikum arxiviga yoki viloyat arxiviga so'rov yuborsa, o'qishga qabul qilingan va tugatganligi, kunduzgi bo'limda o'qiganligi haqida ma'lumotnoma olsa, bu pensiya ishini to'ldirishi mumkin. Bundan tashqari, zavod bo'yicha ham arxivdan ishga qabul qilingan va bo'shagan sanalar haqida ma'lumot topilsa, u bir vaqtning o'zida ham o'qish davri, ham yo'qolgan ish davrini tiklashi mumkin. Uchinchi misol ayollar uchun juda dolzarb. Gulnora Opa institutni G'iz familiyasi bilan bitirgan, keyin turmushga chiqib familiyasi o'zgargan. Pensiyaga chiqqanda diplom nusxasini bergan. Lekin diplomdagi familiya pasportdagi familiyaga mos kelmagani uchun uni hisobga olishmagan yoki shunchaki chetiga surib qo'yishgan. Bunday holatda nikoh guvohnomasi juda muhim hujjat bo'ladi. Agar familiya o'zgarish zanjiri to'liq ko'rsatilsa, ya'ni tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, hozirgi pasport ma'lumotlari bir-biriga bog'lansa, diplomdagi shaxs aynan shu pensioner ekani tasdiqlanadi. Ko'p ayollar aynan mana shu sababli o'z o'qish yillarini stajga qo'shtira olmay kelgan. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyaga chiqayotganda barcha diplomlar, arxiv ma'lumotnomalari, mehnat daftarchasi to'liq tekshirilgan bo'lsa, pensiya ishida o'qish davri allaqachon aks etgan bo'lsa, qayta murojaat qilish natija bermasligi mumkin. Yoki sizning pensiyangiz yoshga doir minimal kafolatlangan miqdor asosida emas, balki yuqori ish haqi va yetarli staj asosida hisoblangan bo'lsa, qo'shimcha o'qish yillari amalda katta o'zgarish bermasligi ehtimoli bor. Lekin baribir men pensionerlarga bitta narsani tavsiya qilaman. Taxmin bilan yurmasdan pensiya ishingizdagi staj ro'yxatini ko'rib chiqing. Menimcha kiritilgan degan gap hujjat emas. Aniq yozuvni ko'rish kerak. Endi o'qish turlari haqida gaplashamiz. Odatda eng ko'p savol oliy ta'lim bo'yicha bo'ladi. Masalan, Sovet davrida institutda kunduzgi bo'limda o'qiganlar. Bu yerda kunduzgi ta'lim muhim tushuncha. Chunki sirtqi yoki kechki bo'limda o'qigan odam odatda bir vaqtning o'zida ishlagan bo'ladi. Agar u ishlagan bo'lsa, mehnat staji mehnat daftarchasi orqali ish davri sifatida kirishi mumkin. Kunduzgi bo'limda esa odam ko'pincha asosiy vaqtini o'qishga bag'ishlagan, ish staji bo'lmagan. Shu sababli aynan kunduzgi ta'lim davrining pensiya stajiga olinish masalasi ko'p muhokama qilinadi. Texnikum va o'rta maxsus ta'lim ham juda muhim. Sovet davrida texnikumlar ko'plab mutaxassislarni tayyorlagan. Buxgalterlar, mexaniklar, agronomlar, feldsherlar, hamshiralar, o'qituvchilar, quruvchilar, elektrchilar. Ba'zi odamlar texnikumni oddiy o'qish deb o'ylab, diplomni pensiya hujjatlariga qo'shmagan. Aslida esa texnikumdagi kunduzgi ta'lim davri ham muayyan shartlarda ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ayniqsa, o'qish tugaganidan keyin mutaxassislik bo'yicha ishga yuborilganlar, taqsimot bilan ish boshlaganlar, mehnat daftarchasida o'qishdan keyin darhol ish boshlanganligi ko'ringanlar uchun bu zanjirni isbotlash osonroq. Tibbiyot bilim yurtlari ham alohida e'tibor talab qiladi. Ko'plab hamshiralar, feldsherlar, akusherkalar Sovet davrida tibbiyot bilim yurtida o'qigan. Keyin qishloq vrachlik punktlari, kasalxonalar, poliklinikalarda uzoq yillar ishlagan. Pensiya hisobida ularning og'ir mehnati, tungi navbatchiliklari, uzoq yillik xizmatlari inobatga olingan bo'lishi mumkin. Lekin o'qish davri qolib ketgan bo'lishi ham mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarga ko'p duch kelaman. Odam 35 yil tibbiyotda ishlagan, lekin 30 yil tibbiyot bilim yurtidagi o'qish umuman tekshirilmagan. Bu mayda narsa emas. Pensioner uchun har bir yil muhim. Pedagoglar ham xuddi shunday. Pedagogika bilim yurtini, pedagogika institutini tugatganlar, ayniqsa qishloq maktablarida ishlaganlar ko'p. Ularning hujjatlarida ba'zan maktab nomi o'zgargan, tuman bo'lingan. Arxiv boshqa joyga o'tgan bo'ladi. O'qish davri ham, ish davri ham alohida tiklanishi kerak bo'ladi. Agar pensionerning pensiya ishida faqat maktabdagi ish yillari bor. Lekin pedagogika bilim yurtidagi kunduzgi ta'lim yo'q bo'lsa, buni tekshirtirish kerak. Endi eng muhim qismga keldik. Odamlar qayerda xato qiladi?
Birinchi xato diplomning o'zi yetarli deb o'ylash. Diplom muhim, lekin har doim ham yetarli bo'lavermaydi. Diplomda o'qishga kirgan sana, tugatgan sana bo'lim shakli, ya'ni kunduzgi yoki sirtqi bo'lgani aniq ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Ma'lumotnomada falonchi falon sanadan falon sanagacha kunduzgi bo'limda tahsil olgan, buyruq raqami falon degan mazmunda aniq yozuv bo'lsa, hujjat ancha kuchli bo'ladi. Ikkinchi xato SSSR diplomi endi o'tmaydi deb o'ylash. Bu noto'g'ri yondashuv. Sovet davrida berilgan diplom agar u haqiqiy bo'lsa va shaxsga tegishliligi tasdiqlansa, arxiv ma'lumotlari bilan birga huquqiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Muammo diplomning Sovet davrida berilganda emas. Muammo uni pensiya hisobida qanday qo'llash mumkinligida va hujjatlarning to'liqligida. Shuning uchun eski diplomni tashlab yuborish kerak emas deyish. Uyda chang bosib yotishga befarq qarash katta xato. Uchinchi xato familiya, ism, otasining ismidagi farqlarni e'tiborsiz qoldirish. Sovet hujjatlarda Muhammad bir joyda Muhammad, boshqa joyda Muhammed deb yozilgan bo'lishi mumkin. Ayollarda qiz familiyasi va turmushdan keyingi familiya farq qiladi. Ba'zan otasining ismi ruscha shaklida yozilgan bo'ladi. Pensiya organi uchun bu farqlar muhim. Agar hujjatlardagi shaxs aynan bir odam ekanini ko'rsatib berilmasa, hujjat qabul qilinmasligi yoki qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Shuning uchun ism familiya zanjiri oldindan tayyorlanishi kerak. To'rtinchi nozik jihat o'qish davri bilan ish davri ustma-ust tushib qolishi. Masalan, odam sirtqi bo'limda o'qigan va shu paytda zavodda ishlagan. Bunday holatda o'sha yillar 2 marta stajga qo'shilmaydi. Ya'ni 1922 yilda ham ishlagan, ham sirtqi o'qigan bo'lsa, bu yil 2 yil bo'lib ketmaydi. Pensiya hisobida bir marta hisobga olinadi. Shuning uchun men 3 yil ishlaganman, yana 5 yil sirtqi o'qiganman. Jami 3-5 bo'lishi kerak degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Agar davrlar ustma-ust tushsa, alohida hisoblanmaydi. 5-jihat o'qishni tugatmaganlar masalasi. Ba'zi odamlar institutda 2 yil o'qigan, keyin oilaviy sabab bilan ketgan, armiyaga chaqirilgan yoki boshqa joyga o'tgan. Bunday davrlar bo'yicha ham hujjat so'rab ko'rish mumkin, lekin diplom bo'lmagani uchun arxiv ma'lumotnomasi ayniqsa muhim bo'ladi. Unda qabul qilingan sana, chetlashtirilgan sana, ta'lim shakli ko'rsatilishi kerak. Biroq o'qishni tugatgan-tugatmaganlik masalasi va amaldagi qoidalar bo'yicha stajga olinishi alohida tekshiriladi. Shuning uchun men 2 yil o'qiganman, demak albatta qo'shiladi deb oldindan xulosa qilmaslik kerak. 6-jihat chet respublikalarda o'qiganlar. SSSR davrida ko'plab fuqarolar Toshkentda emas, Moskva, Leningrad, Kiyev, Minsk, Almaty, Frunze, Dushanbe, Boku yoki boshqa shaharlarda o'qigan. Bunday holatda hujjat olish biroz murakkabroq bo'lishi mumkin. O'quv yurti nomi o'zgargan bo'lishi, arxiv boshqa davlatda qolgan bo'lishi mumkin. Lekin bu imkonsiz degani emas. Rasmiy so'rovlar, arxivlar, universitetning huquqiy vorisi, konsullik tartiblari orqali ma'lumot olish yo'llari bor. Bu ko'proq vaqt oladi, lekin pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan bo'lsa, harakat qilishga arziydi. 7-jihat pensiya qayta hisoblanganda pul qachondan berilishi. Ko'pchilik agar men 10 yil oldin pensiyaga chiqqan bo'lsam, endi hujjat topsam, 10 yillik farqni hammasini berishadimi deb so'raydi. Bu masalada ehtiyot bo'lish kerak. Odatda qayta hisoblash va qo'shimcha to'lov masalalari murojaat qilingan sana, hujjat taqdim etilgan sana va amaldagi tartibga bog'liq bo'ladi. Har doim ham o'tgan barcha yillar uchun to'liq qaytarib beriladi deb o'ylash xato. Lekin bu hujjat topshirish kerak emas degani emas. Agar qayta hisoblash natijasida pensiya oshsa, kelgusi oylar uchun barqaror foyda bo'lishi mumkin. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam uyda bor hujjatlarni yig'ing. Diplom, ilova, o'qishga qabul qilinganlik haqida eski buyruq nusxasi bo'lsa, talabalik bileti. Harbiy kafedra hujjatlari, yo'llanma, taqsimot qog'ozi, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli dalolatnomalar, tug'ilganlik guvohnomasi nusxalari. Hamma narsani bir papkaga soling. Eski hujjatning keragi yo'q deb tashlab yuborilgan kichik qog'ozi ham ba'zan katta rol o'ynaydi. Ikkinchi qadam pensiya ishingizda nimalar hisobga olinganini aniqlang. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Siz mening pensiya hisobimda qaysi davrlar ish staji sifatida inobatga olingan, qaysi davrlar olinmagan. SSSR davridagi kunduzgi o'qishim hisobga olinganmi deb so'rashingiz kerak.
Murojaatni og'zaki qilish mumkin, lekin men yozma murojaat qilishni maslahat beraman. Yozma murojaatda javob ham aniqroq bo'ladi. 3-qadam. Agar diplomda ma'lumot yetarli bo'lmasa, arxiv ma'lumotnomasi oling. Buning uchun o'qigan ta'lim muassasangiz hozir mavjud bo'lsa, o'sha joyga murojaat qiling. Agar nomi o'zgargan bo'lsa, uning huquqiy vorisini toping. Masalan, eski institut universitetga aylangan bo'lishi mumkin. Bilim yurti kollej bo'lgan, keyin texnikumga aylangan bo'lishi mumkin. Agar muassasa tugatilgan bo'lsa, tuman, shahar yoki viloyat arxiviga so'rov yuboring. So'rovda o'qigan yillaringizni, fakultet yoki bo'lim nomini, mutaxassislikni, o'sha paytdagi familiyangizni, tug'ilgan sanangizni aniq yozing. 4-qadam. Arxiv ma'lumotnomasida aynan kerakli iboralar bo'lishiga e'tibor bering. Men buni alohida ta'kidlayman. Ma'lumotnomada faqat falonchi diplom olgan deyish kamlik qilishi mumkin. Unda o'qishga qabul qilingan sana, o'qishni tugatgan yoki chetlashtirilgan sana, ta'lim shakli, buyruqlar raqami, o'quv muassasasi nomi ko'rsatilsa yaxshi. Ayniqsa kunduzgi bo'lim degan yozuv juda muhim. Agar ma'lumotnomada bu yozuv bo'lmasa, pensiya organi qo'shimcha ma'lumot so'rashi mumkin. 5-qadam, hujjatlarni topshirayotganda ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin: mening pensiya ishimni qayta ko'rib chiqishingizni, ilgari hisobga olinmagan kunduzgi ta'lim davrimni qonunchilikda belgilangan tartibda umumiy stajga kiritish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Albatta, arizada aniq sanalarni yozing. Masalan, 1976 yil, yil sentabrdan 1977-iyungacha. Hujjatlar ro'yxatini ham qo'shing. Diplom nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, nikoh guvohnomasi nusxasi, pasport nusxasi va hokazo. 6-qadam. Topshirgan hujjatlaringiz nusxasini va qabul qilinganligini tasdiqlovchi belgi yoki kvitantsiyani saqlab qo'ying. Bu juda muhim. Ba'zan odam hujjat topshiradi, keyin qayerga topshirganingiz degan savol tug'iladi. Agar sizda qabul qilingan sana, kirim raqami, mas'ul tashkilot nomi bo'lsa, murojaatning taqdirini kuzatish oson bo'ladi. 7-qadam, agar rad javobi olsangiz, darrov tushkunlikka tushmang. Rad javobini og'zaki emas, yozma shaklida oling. Nima sababdan rad etildi? Hujjat yetarli emasmi? O'qish turi mos emasmi? Davr allaqachon hisobga olinganmi? Familiya mos kelmayaptimi? Sababni bilmasdan muammoni hal qilib bo'lmaydi. Agar sabab hujjat yetishmasligi bo'lsa, qo'shimcha arxiv ma'lumotnomasi olasiz. Agar familiya masalasi bo'lsa, nikoh yoki ism o'zgarganligi haqidagi hujjatlarni qo'shasiz. Agar huquqiy talqin masalasi bo'lsa, yuqori turuvchi organ yoki mutaxassisdan maslahat olasiz. 8-qadam, oila a'zolari yordam berishi kerak. Ko'p pensionerlar arxivga borish, internet orqali so'rov yuborish, eski hujjatlarni skaner qilish. Davlat xizmatlari markazga qatnashda qiynaladi. Farzandlar, nevaralar, qarindoshlar yordam bersa, bu jarayon ancha tezlashadi. Men yosh tomoshabinlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning eski diplomlariga befarq qaramang. Ularning mehnati, o'qishi, yillari pensiya hisobida to'g'ri aks etishi kerak. Real hayotdagi yana bir holatni tasavvur qiling. Bir pensioner 1906 yillarda institutda o'qigan. 1906 yildan 2016 yilgacha ishlagan. Pensiyaga chiqqanda 30 yil ish staji hisoblangan. Agar o'qish davri ham tegishli tartibda qo'shilsa, umumiy staj 35 yilga chiqishi mumkin. Bu albatta har bir holatda bir xil pul degani emas. Chunki pensiya miqdoriga ish haq ko'rsatkichlari, staj, tayinlangan vaqtdagi foydalar, minimal miqdorlar va boshqa omillar ta'sir qiladi. Lekin 5 yil stajni e'tiborsiz qoldirish ham to'g'ri emas. Yana bir holat. Pensioner ayol 1976 yillarda tibbiyot bilim yurtida o'qigan. Keyin 1976-1980 yillarda kasalxonada ishlagan. 1990 yillarda bolalar parvarishi sabab ishda uzilishlar bo'lgan. Pensiya hisobida aynan uzilishlar sabab staj kamroq chiqqan. Agar o'qish davri va bolalar parvarishi bilan bog'liq qonuniy davrlar to'g'ri tasdiqlansa, umumiy staj yaxshilanishi mumkin. Demak, masala faqat diplomda emas, butun hayot yo'li hujjatlar bilan to'g'ri tiklanishida. Aziz tomoshabinlar, bugungi asosiy fikr shuki, SSSR davrida kunduzgi ta'lim olgan pensionerlar eski diplomlarini, arxiv ma'lumotlarini va pensiya ishini albatta tekshirtirishi kerak. Bu hammaga avtomatik pul qo'shiladi degani emas. Lekin ayrim pensionerlar uchun bu real imkoniyat bo'lishi mumkin. Ayniqsa pensiya tayinlanganda o'qish davri hisobga olinmagan bo'lsa, familiya o'zgarishi sabab hujjat chetda qolgan bo'lsa.
arxiv ma'lumotnomasi ilgari topshirilmagan bo'lsa, qayta harakat qilish kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq uy hujjatlarini ko'rib chiqing. Diplom va mehnat daftarchasini toping. Pensiya bo'limidan staj ro'yxatini aniqlang. Kerak bo'lsa arxivga so'rov yuboring. Har bir yil, har bir oy pensioner uchun muhim. Mehnat qilgan, o'qigan, davlatga xizmat qilgan odam o'ziga tegishli huquqdan bexabar qolmasligi kerak. Agar sizda ham SSSR davrida o'qiganlik bo'yicha tajriba bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi yillarda o'qigansiz? Pensiyaga qo'shilganmi yoki yo'qmi? Arxivdan hujjat olishda qiyinchilik bo'lganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz bilan ulashing. Chunki bitta to'g'ri hujjat ba'zan pensionerning oylik daromadiga real ta'sir qilishi mumkin.